Assalomu alaykum, Sohib opa, zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Opajon, xudo xolasa 3-farzandli bo'lishga arafasiga turibman. Opajon, bilasiz, o'ziz ikkita qizim bor. Xudo xolasa kelinizni olib kelganman, uchinchisiga tayyorgarlik ko'ramiz. Sizdan bitta iltimos bilan keldim, opajon. Xudo xolasa niyat qilganman, uchinchisi o'g'il bo'ladi deb, opa. Agar mabodo qiz bo'ladigan taqdirga, opajon, o'zingizdan qolar gap yo'q. Mana shuni asla olib qo'ysangizlar, dori-pori bilan rozi qilaman, bundan keyin ham rozi qilaman. Pulingizni olib qo'ying. Kelinni chaqiring, o'zim bir ko'ray. Kirgan onasi. Assalomu alaykum. Sohib opa, men tashqarida bo'laman. Yo'q! Nima gap opa? Tinchlikmi? Ukajon, sizga ikkita xabarim bor. Biri yaxshi, biri yomon. Yaxshidan boshlang opa, nima gap? Ukajon, farzandingiz o'g'il farzand. Xo'p. Niyatingizni yaxshi qilishingiz kerak edi. Homila rivojlanishdan to'xtatdi. Yurakchasi urmayapti. Alloh sabr bersin sizlarga. Qiz deb bir umr nolish qilib shukurligingiz begunoh farzandimga urdi. Sizlarga otalarni xudo iloyim jazoingizni bersin, jazoingizni bersin. Endi sen yo'qsan, qalbimda bir bo'shlik